Og'a, men siz uchun 1,16 million so'mdan Jarqo'rg'on tumani M41 avtoyo'lining yoqqasidan 8 sotuqli zo'r yer topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rib turing, batafsil ma'lumotni berib o'taman. Ungacha like bilan podpiskani ham bosib turing. Ketdik og'a. Og'ajon, ko'rib turganingizdek joyimiz mana shu joyda joylashgan. 8 sotuqdan iborat. Tomorqadan 8 sotuq siz uchun ajratib beriladi. Hujjatlarga keladigan bo'lsa, hujjatlardan muammo yo'q. Notarius orqali nomingizga rasmiylashtirib beriladi. Pul desa shunda sanaverasiz. Beriladi suv, svet, internetdan muammo yo'q. Hattoki ariq suvlargacha ham bor. Jarqo'rg'on tumanida qanday ekanligini yerlarni o'zingiz yaxshi bilasiz. Unumdor, yaxshi joylar og'a. Siz like bilan podpiskani bossiz, men sizga joyimizni lokatsiyasini to'liq tushuntirib o'tay. Joyimiz Termiz shaharidan kelishingizda Jarqo'rg'onga yetmasdan Oqtepani yaxshi bilasiz og'a. Oqtepadan o'tganingizda Ismoiltepa mahallasi Cho'lobod qishlog'ida joylashgan. Joyimiz 1,16 million so'mdan chiqarib qo'ydik. Yana ham kelishadigan joylari bor og'a. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqing, og'amiz sizga sunnatiga chiroyli narxlarda qilib beradi. Bu videoni Jarqo'rg'on tomonidan yaxshi yer qidirib yurgan og'alarga yuborib qo'yasiz. Og'a, men siz uchun 1,16 million so'mdan Jarqo'rg'on tumani M41 avtoyo'lining yoqqasidan 8 sotuqli zo'r yer topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rib turing, batafsil ma'lumotni berib o'taman. Ungacha like bilan podpiskani ham bosib turing. Ketdik og'a. Og'ajon, ko'rib turganingizdek joyimiz mana shu joyda joylashgan. 8 sotuqdan iborat. Tomorqadan 8 sotuq siz uchun ajratib beriladi. Hujjatlarga keladigan bo'lsa, hujjatlardan muammo yo'q. Notarius orqali nomingizga rasmiylashtirib beriladi. Pul desa shunda sanaverasiz. Beriladi suv, svet, internetdan muammo yo'q. Hattoki ariq suvlargacha ham bor. Jarqo'rg'on tumanida qanday ekanligini yerlarni o'zingiz yaxshi bilasiz. Unumdor, yaxshi joylar og'a. Siz like bilan podpiskani bossiz, men sizga joyimizni lokatsiyasini to'liq tushuntirib o'tay. Joyimiz Termiz shaharidan kelishingizda Jarqo'rg'onga yetmasdan Oqtepani yaxshi bilasiz og'a. Oqtepadan o'tganingizda Ismoiltepa mahallasi Cho'lobod qishlog'ida joylashgan. Joyimiz 1,16 million so'mdan chiqarib qo'ydik. Yana ham kelishadigan joylari bor og'a. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqing, og'amiz sizga sunnatiga chiroyli narxlarda qilib beradi. Bu videoni Jarqo'rg'on tomonidan yaxshi yer qidirib yurgan og'alarga yuborib qo'yasiz.